Diqqat! Endi Turkiyada Istanbuldagi bosh konsulxonamizga bormoqchi bo'lsangiz, navbat olishingiz kerak. Shu navbat qanday olinadi ko'rsataman. Internetdan navbat.info.uz deb izlab topasizlar. Kirasizlar, bu Tashqi ishlar vazirliginiki. Bu saytda O'zbekistonning chet eldagi barcha elchixonalari va konsulxonalariga navbat olishingiz mumkin. Istanbuldagi bosh konsulxonamiz 41-chi, adashmasam 5-betda. Istanbuldagi bosh konsulxonamiz. Kirasizlar linkka. Bu yerdan xizmatni tanlaysiz. Istanbuldagi bosh konsulxonani qaysi xizmatidan foydalanmoqchisiz? Bosh konsulxonada ko'rsatiladigan xizmatlar hammasi yozib qo'yilgan, chet elliklar uchun ham bor. Biz O'zbekistonga qaytish guvohnomasiga murojaat qilish uchun navbat olamiz. Bu yerda konsulxonani ish soatlari va ish kunlari yozilgan. O'zbekistonga qaytish guvohnomasi uchun qanaqa hujjatlar kerak, o'zingiz bilan nimalarni olib borishingiz kerak, barcha ma'lumotlar yozilgan. Yo'riqnoma bilan tanishdim deb keyingi oynaga o'tasiz. Bu yerda endi ism familiyangizni yozishingiz kerak bo'ladi yoki kimgadir navbat olib berayotgan bo'lsangiz, o'sha odamnikini men o'zimnikini kiritdim. Tug'ilgan kun, tug'ilgan yil, barcha ma'lumotlarni yulduzcha yozilgan joylarga kiritib chiqasiz. Elektron pochtani yozishingiz kerak. Men o'zimning ishxonamnikini yozdim, siz o'zingiznikini yoki bironta tanishingiznikini. Telefon raqamga men o'zimni Toshkentdagi aviakassam telefon raqamini yozdim. Siz o'zingizning telefon raqamingizni ishlab turgan yoki bironta tanishingiznikini yozib qo'ysangiz bo'ladi, telefon raqamingiz bo'lmasa. Konsulxonaga boradigan kuningizni, soatingizni belgilab bo'lganingizdan keyin pastdagi kodni bosh kattakka kiritasiz, kichik harflarda, lotin alifbosida. Menda shu harflar chiqdi, sizda boshqa kod chiqishi mumkin. Endi elektron navbatni telefonga yuklab olamiz. PDF ni topolmay qolaman keyinchalik desangiz, har ehtimolga qarshi elektron navbatingizni skrinshot qilib qo'ysangiz galereyada saqlanadi. Konsulxonaga elektron navbatingizga ko'rsatilgan soatda va kunda borishingiz kerak. Juda ham qulay, navbat kutib o'tirmaysiz. Videoni o'zingiz uchun saqlab Turkiyadagi tanishlaringizga yuboring.